Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Navoiy viloyat Ko'rimiq tumani Yuksalish MFI 1275 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda loviya ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 450 metr, bo'yiga 250 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish va gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirilgan jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Chordara mulk servis MChisi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 2 tonna, jami 20 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.